Yangilikni sevadiganlar uchun issiqqina yangicha retsept. Ishni xamir qilishdan boshlaymiz. Idishimizga iliq suv, tuz, shakar, dro'ja, eritilgan sariyog', bitta tuxumni qo'shib aralashtirib, unni oz-ozdan qo'shib o'rta yumshoqlikda xamir tayyorlaymiz va oshirishga olib qo'yamiz. Keyingi navbatda tovuq qiymasiga non talqoni, bitta tuxum oqi, tuz va ziravorlarni qo'shib kotletlar yasab olamiz. Ozgina yog'da ikki tomonini qizartirib olamiz. Tavamizga sariyog'ni solib, bitta mayda to'g'ralgan piyozni tillarang bo'lguncha qovurib, qo'ziqorinlarni ham solib, tuz va murchlarini sepib, rostlab 10 daqiqa qovurib olamiz. 6 bo'lakka bo'lib olgan xamirlarimizni har birini yoyib, sir, pomidor, kotlet va yana sir ustidan qo'ziqorinli nachinkamizdan solib, chiroyli qilib tugib olamiz. Tayyor tugilgan gamburgerlarimizni yana 10 daqiqa ustini yopib qo'yib, so'ng tuxum sarig'i suramiz va 180 gradusda 30 daqiqa davomida pishirib olamiz. Hammaga birdek yoqadigan taomimiz tayyor. Buni albatta tayyorlab ko'rishingiz shart.